Tarixdagi eng boy odam kim? Alisher Navoiy yoki Zahiriddin Muhammad Bobur? Boburni biz podshoh sifatida bilamiz, lekin Alisher Navoiyni moddiyat jihatdan solishtirsak, bu yerda Alisher Navoiy boy. Alisher Navoiy yoki Imom al-Buxoriy? Imom Buxoriyda agar ilm jihatdan biz solishtirsak, ilmlilik jihatdan dunyodagi eng boy inson bu Imom Buxoriy, lekin moddiyat jihatdan Alisher Navoiy boy. Alisher Navoiy yoki Abdulloh ibn Muborak? Abdulloh ibn Muborak musulmon iqtisodiyotining otasi hisoblanadi. Bu yerda Alisher Navoiydan ko'ra boyroq. Abdulloh ibn Muborak yoki John Rockefeller? John Rockefeller yoki Abdulloh ibn Muborak. Savolning kulminatsion joyi. Bu yerda musulmon iqtisodiyotidagi eng kuchli inson Abdulloh ibn Muborak, lekin solishtirilgan vaqtda John Rockefeller eng boy. John Rockefeller yoki hukmdor Muso? John Rockefeller yoki Muso, bu yerda Muso boy. Chunki u 1324-yilda haj safarini uyushtirgan vaqtda 10-12 tonna oltinni saqlagan. Shu davrgacha bo'lgan insonlar ichidagi eng boy inson hisoblanadi. U juma namoziga borgan paytda qaysidir shaharga tashrif buyursa, o'sha shahar uchun masjid qurib bergan.